Assalomu alaykum. Bizni Darvoza olamining aziz kuzatuvchilari, xudo xolasa sizlarga navbatdagi ishlarimizni bir ko'rsatib, bir aprel oyidagi narx-navolarni xudo xolasa chiroyli qilib ko'rsatib bermoqchimiz. Xudo xolasa qulay variantdagi darvozalarimiz, xudo xolasa qulay variant. Qulay deganimiz sifatsiz degani emas. Sifat bo'yicha birinchi o'rinda, xudo xolasa sifatga birinchi o'rinda qaraymiz, materialni qalin parachligiga qaraymiz. Xudo xolasa birinchi darvozamiz Dubay Pasonda soddalashtirilgan shtampovka varianti 1.2 qalinlikda bo'lgan, xudo xolasa taglari 8 shivillerda bo'lgan, razmerlari 3.5 ga 3.5 bo'lgan. Xo'p, darvozamizning sifati o'ta a'lo darajada. Xudo xolasa kimga shunaqangi variantdagi darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadratini 550 ming so'mdan chiqarib beramiz. 550 ming so'mga siz nimalarni olasiz? 1.2 list, taglari kakpoloj 8 shiviller, yondorlari 8 ga 6, qovurg'alari 6 ga 4. Xudo xolasa razmer 3.5 ga 3.5, 1225 kvadrat. Xo'p, 6 million 800 ming so'mga xudo xolasa tayyor bo'lgan darvozamiz. Joyingiz kichikroq bo'lsa ozroq narx chiqadi, joyingiz kattaroq bo'lsa kattaroq narx chiqadi. Xudo xolasa darvozamiz o'ta sifatli, o'ta ideal holatda chiqadi. 1 kvadrat 550 ming so'mdan. Eslab qoling. Buni nержавейкali varianti bor, 700 ming so'mdan chiqadi. Bu kraskadan chiqarilgan, xudo xolasa gan, qora, mokri asfalt 3 xil kraska ishlatilgan. Tagida kakpolojni yog'ini yuvilgan holatda gruntovka sepilgan. Navbatdagi ishimiz soqqali fasonimizda va xolasa ideal holatda nержавейкаlarni yopishtirgan holatda chiqardik, xudo xolasa. Brusaks plyusovoyda gibka varianti, shumka, birinchi qavati, ikkinchi qavati, birinchi qavati, ikkinchi qavati. Razmerlari 3.5 ga 3.5, buniki ham buniki 1 kvadratini 1 million 200 ming so'mdan tayyorlab O'zbekiston bo'ylab yetkazib olib borib beramiz. Yondorlar 10 ga 10, 2 stenkada, baquvvat stenkada bo'lgan. Taglari 10 lik shiviller. Tevalari ham frogonga emas, zakazga bola yopiq qilib chiqarib berganmiz, 2 qavatli tevasi ham. Bunga горячий qora list, rossiyskiy list ishlatiladi. Kraskalarga garantiya. Chunki baquvvat darvozaga baquvvat pul to'lanadi. 1 kvadrat 1 million 200 ming so'mdan 15 million so'mga dogovor bo'lgan darvozamiz. Xudo xolasa chiroyli qilib olib borib o'rnatib beramiz. Navbatdagi ishimiz hop, reflonka fason o'ta ideal holatda chiqqan, xudo xolasa yaqinlashtirib ko'rsatsangiz bo'laveradi operator. Yondorlari 10 ga 5, hop, kakpolojni yoki 8 ga 6, 8 ga 8, 8 ga 4 qilib beraveramiz. Bu darvozamizniki 8 ga 6 bo'lgan, taglari 8 ga shiviller, provlari 6 ga 4, listlari 1.2 reflonka listda bo'lgan. Bu darvozamiz 1 kvadratini 750 ming so'mdan butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib olib borib beramiz. Kakpolojni gruntovka uriladi, kakpolojni kraskani X-loy uriladi, ustidan lak uriladi. Keyin darvozangiz quyoshga, yomg'irga, hamma yoqqa chidamli bo'ladi. Xudo xolasa bizdan uzoqlashmang, doim ajoyib, sifatli, garantiyali darvozalar faqat bizda. Skidka qilmaysizmi? Skidka hamma yoqda skidka qo'yasiz. Bu skidkadagi darvoza emas, skidkadagi darvoza bilan bu darvozalarda ancha farqi bor. Mana shu darvozamizni ham ko'pchilik skidka qo'yib aytadi. Lekin bu skidkadagi darvoza emas. Kakpolojni shikolant ko'zlarigacha 1.2 stenkada bo'lgan. To'rtta ko'zini o'zi o'xshatilmagan. Kakpolojni qanday dogovor bo'lsa, xuddi shunday bu reklamaga chiqarilmagan, zakazga yasalgan. Skidkadagi darvoza bilan zakaz berib qildirilgan darvozaning osmon bilan yercha farqi bo'ladi. Kimgadir shu variant, kimgadir bu variant, kimgadir u variant yoqadigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammalarga rahmat. Kanalga podpiska bo'lishni unutmang. Kommentariyada o'z izohlaringizni qoldirib keting, qaysi darvoza sizga yoqdi, darvozasi yo'q do'stlaringga videoni jo'natib qo'yinglar. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar.